tillami, tillamasmi bu o'zi nima bu? Tilla bu faqat yumshoqligi uchun to'qib olmadim. Qarang, bu yumshoq nimaga bo'ladi? Toza tilla bo'lsa yumshoq bo'ladi, lekin biz tillami, tillamasligini bilmaymiz, lekin bizda apparat bor, apparatda tekshirib ko'rishimiz Hop, kerak. mana buni ham tekshirib ko'ring bo'lmasa. Bu Tilla nima? chexol bu. Yo'q. Uncha og'ir bu. Bular yaqin insonimdan podarka bo'lgan. Birinchi marta ko'rishim bunaqalarni. Mayli, buni ham tekshirib ko'raylik, lekin rosa zo'r narsa ekan. Unda borib tekshirib ko'rayman. Qarang, hozir tekshirdim. Tilla ekan 999, 145 88 vesi chiqyapti. Mana maxsus apparatimizni tekshirdik, 999 chiqaryapti. Haqiqatan ham tilla ekan, aldamabsiz. Albatta aldamayman. Qarang, 145 88 bugungi kunda 999 Pro 1 million 950 mingdan bo'lyapti. Shunda 284 million 466 ming bo'lyapti. 284 million 500. Yomon, lekin narxi zo'r bo'lib turibdi. Xursand bo'lgandirsiz. Qarang, hozir men buni ham ko'rishim kerak hozir. Tekshiraman, anaqasini, vesini ko'ramiz va sizga buni ham hisoblab beraman. Bo'ladi. Qarang, buni ham hozir tekshirdim. 50 ga 16 gram, 999 tilla chiqyapti bu ham. Aldamabsiz, rostdan ham aytayotgan ekansiz. Qarang, tekshirib oling buni ham. Hop. 50 ga 16 bo'lganda 1 million 950 ming hisoblaganda 97 million 812 bo'lyapti. Sizga 98 million rovna qilib beraman va chexolizni narxi 284 500. 382 million 500 bo'lyapti. To'g'ri keladimi? Rozimisiz? Bo'ladi. Hop, 120 million bu yoqda. Bu yerda 80 million. Hop, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 60 million. 260 million. 1 2 3 4 5 260 ga 310 million. Hozir sizga bu yoqda ham pullar bor. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 280 380 million va 2 million 500 sizga sanab berishim kerak. $382 million 500. Rozi bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, sizlar ham rozi bo'linglar.